Assalomu alaykum hammaga. Mana bu kamera 4G sim kartali uzun marketdan olindi. O'ganimga bir 5 oycha bo'lib qoldi. Ishlatgan bo'lsam bir 15 kun yo 20 kun ishlatdim. Keyin orada svet o'chib, yonib ishlab turibdi. Keyin sim kartani abonentskiy platasini beradigan payt kelganda pulim bo'lmay qoldi. Pulini to'lamay bir 2 oycha, 2,5 oycha yurdim. Ishlatmay kamerani. Keyin abonentskiy platasini to'lab yana ishlatmoqchi bo'ldim. Sim kartani qo'yganda keyin ishlamay qoldi. Xullas biroq chiqdi. Haligi qaytaradigan vaqtidan o'tib ketdi-da. Qaytara olmay qolib ketdi. Bo'lmasam qaytarib oborib berardi. Shunaqa nimalari bor-ku ularda, uslubilari. Tovar biroq chiqsa oborib berish kerak. Bir 10 kunmi, bir hafta ichida yoki 15 kunda. Aniq bilmayman. Xullas o'sha vaqtdan o'tib ketdi. Men qaytara olmay bu narsa qolib ketdi. Xullas kimga qanaqa bilmadim. Uzun marketdan vobshe hech narsa olmaydigan ekan. Biroq narsalarni sotar ekan. Qimmat. Arzon nima qiladi? Arzon deb qiziqasiz. Olgandan keyin ozgina ishlatasiz. Keyin ishdan chiqar ekan. Sim karta o'qimay qoldi. Xullas. O'zi kamerani shunda qo'ysangiz ishlaydi. Mana aylanib bu yoqqa nima qilib keyin ishlashni boshlaydi. Bu vobshe jim. Xullas tuzatolmay qolib ketdi. Yana bitta Wi-Fi router oldim. U ham ishlamay qoldi. Ba'zida ishlaydi, ba'zida ishlamaydi. Sim kartani qo'ysangiz